hozir bitta zo'r narsa bo'ldi-da. Men postga qo'ydim-ku bitta bolani. Blogerni men o'zim taniyman. No, gaplashmasdik, tanishmasdik, просто подписка bosganmiz. Xolos. Tasodifan ko'rib qoldim. Bir hazillashdim keldi-da. Qitmirligim. Короче, telefonini olib ketib qolganman. Men bitta ko'chadan shunday burildim-da, kirib men bitta o'tiribman. Ular to'g'ri shunday o'tib ketdi. Qatlardadir yuribdi. Ko'ramiz, kutamiz nima bo'ladi. Rasmiyri chiqib yurgandir bechora. Yo'q, endi 02 g'alati o'g'il bolaga. Qiz bolaga men bo'pti, ayting, bo'ldi, boshqa ismingizlarni qo'ymasin Instagramda yozishganlar. Telefonimni olib kelib bering, agar meni storiesda meni ko'rayotgan bo'lsangiz, telefonimni olib kelib bering. Olib kelib bering telefonlarni hammani aniq qo'y. Bu yil to'ymi? So'rang o'zi telefonni olib kelsin. Eringni yig'ishtirolsang bo'lmaydimi? Yo'q. Men o'zim ham bilmay qoldim. Yo'q, eng qiziq qiz ismini, men ismini ham bilmayman-da. Motosikl chiqdi. Olib kelib bering. Olib kelib Men bering. yo'q, gap otmayman. Reklama bu qizlar anaqa axvatlari yaxshilik uchun reklama beraman dedim. Shu men hali gap otib men siz bilan sevishaman deganmi? Men uyga kirmaysiz, bilasizmi shuni?